Hammaga salom sizlar bilan Zero Craft videomizda Granny uchun o'ynaymiz. O'rtalamada biz paydo bo'ldik. Agarda ayrim ovozlar eshitiladigan bo'lsa, bu Og'abek Minecraft bo'ladi. Chunki bu meni videomni buzish uchun yonimda o'tiribdi. O'rtalar bizga o'sha tanish bo'lgan Grannylar xonasi. O'zing sharmanda bo'lasan, lekin aytib qo'y, YouTube'ga chiqaraveraman, menga farqi yo'q. O'rtalar mana bugun biz eshitamiz, metrodan qochishga harakat qilib ko'ramiz. Plan o'xshasa, tanga topib olsak. Chiqish uchun tanga kerak-ku. Sen Granny. Hop, Granny ham jonga teggan, qolayapti. Bo'ladi. Hop. Menimcha endi e'tibor bermaysizlar, Og'abek Minecraft Detskiro. Odamlar o'ynamaydi. Mayli. Yo'q bo'ldi, men senga qoldi. Hop. Granny kelayotgan bo'lishi mumkin. O'rtalamani Granny kelishi ketdi. Nimagadir telefon hozirda ekran vibratsiya bo'lib ketdi. Aylanib ketdi. Aniqrog'i. Hop. Hozir men weapon-ga topdim. To'g'ri ekan. Hozir yoqin Granny kelayotgan bo'lsa o'ldik. Batamon. Bular birga kelishibroq kelayotgan o'xshaydi. Menga qopon qo'ydi, hop ko'rdik. Tog'a unaqangi kulib demaymiz yo'q. Biz sizdan ham boyroq kelamiz. Deb kulorayman, hazillashib. O'rtalar bu Minecraft kanalida qolgan videoni masalan sizlarga qanaqa video yoqsa, horror video yoki-da sizlar aytgan Minecraft o'yinidagi stildagi o'yinlar chiqishi mumkin. Masalan, olib qaraganda bor avval yoki-da bo'mish hayoti yoki undan ham qiziqroq banditlar yo bo'lmasa Granny o'yinlarni o'ynab chiqarishimiz mumkin. Meni sudga qanday qo'yib chiqarmay azob beradigan bilan ko'rligim. Boya shuni ko'rdim-da, lekin ko'rga o'xshab ko'rmas. Ko'rga o'xshab dedim. Ma'lum bo'laman hech. O'rtalar like bosib qo'yganlar, bu videolarga yoqadimi men bilmadim. O'shaning uchun ham taxminimni chiqaraman. Stream qilishda juda ham qiynalyapman. Bu ilovani bo'lsa, Mobility Life ilovasini topa olmayapman. Tortganim bilan ham ishla olmayapman. Nimagadir bilmadim yana. Telefon raqamini kirgizgan bilan ham unga kod kelib esimga kelmayapti. O'shaning uchun ham stream qila olmayapman. Granny ham keladi, ikki yoqlama bo'ladi. Ko'rmadi. Ko'rdi. Yo'q, ko'rmadi. Olajonim, tog'ajonim, keta qolinglar. Mishugina joydan chiqib olay, iltimos. Shu yerdan chiqib olay, keta qolinglar, iltimos. Shutga meni bilib turibdi, his qilib turibdi bular. His. 4 minut bo'ldi. 15 minutlik video bo'ladi, chunki 15 dan ko'proq bo'lib ketadigan bo'lsa, video chiqarishim uchun tasdiqlash degan nima chiqadi. O'shaning uchun videolarni kapitda kesib o'tiramiz. Barcha fikrimni aytib berishim mumkin. Mana shu xola bilan tog'a ketsa yaxshi bo'larmi deyman. Menga tushsa hozir guliston bo'ladi. Ketganmikin. Iltimos. Xola, tog'a. Shu ta xolani oq qora kiyimi bor-ku, chetqor.
O'sha nima ko'zimdan ketmayapti. Tezroq, come on. Yuqori, tepaga. Mana buni ochishga. Nima deydik? Bo'ynini chopamiz. Bo'yn nima bosh oladigan joy bor edi. Uzun bu tarafida. Silinadigan xonasiga chiqamiz. Fransga tashab qo'yamiz. Arbaletni o'shada. Xo'p, bo'lga keladimi? Greenni kiyishi mumkin. Lekin kam qoldi. Mamdan qochib ketadigan bo'lsak ham bo'laveradi deb bo'ldi. Bu safar nima eshikdan qochsak, keyingi safar darvozadan, metrodan boshqarishni ham bilish kerak odamlar. Вообще bu insonlarning insoni kit degan tushuncha bo'lib ketadi. O'shaning bilan motorni tezroq like bosib olamiz. Biz topdik taxta ko'chada jonim xolajiyonim iltimosim borda bitta. Iltimos. O'zim oldigan iltimos. Qaranglar, shu nimada qochib ketganimda. Keyin tog'a bilan nazaga berishim. Seni ko'zlaringni tog'ajon tog'a iltimos edi. Tog'ajon jonim tog'am qoch. Orqadan ot qo'ysa keyin yana boshlash kerak. Esingdan chiqib ketgan ko'ksiz esimga ko'ksiz. Xudoga shukr. Hozir bundan nima kalit chiqishi ham Kangan metroga borish kerak. Metro rahmat xola. Sizdan bunchalik mehrni kutmagandim xola. Tog'a bilan xola har doim meni eslab turishadi. Tog'a rahmat sizga kirmoqchi bo'lgan joyimga kirib ketganingiz uchun. O'rtalar necha minut bo'layotganiga men e'tibor berishim kerak, bo'lmasa gapimning yarmi kesilib ketishi mumkin. Ana. Zo'rnisa qochishga 8 minut bo'libdi. Xo'p. Eplasak kerak qochib ketishga. Harakat endi. Tog'a xola. Bitim tog' ustidan nazorat qilamiz. Podvalga kirib chiqib yurgandan ko'ra. Xo'p, ularni hayolimga zo'r narsa keldi. Nima qilamiz deymi? Hozir men bu tangani podvalga yaqinroq yerga tashlayman. Ishdan kirgan joyga tushim. O'zim bo'lsa arbaletni yoniga ketaman. Menga tog'a bilan xolani chaqiramiz va qochamiz. Qochdik o'rtoqlar. Va ikkita toshcha olish kerak. Xola bilan tog'ani o'ldirish uchun. Nima uchun deb savol berib o'tiraman. Xo'p, o'rtoqlar 15 minutlik video. Like bosib qo'yinglar, ko'proq like va kommentariyalar bo'ladigan bo'lsa, men bu videoni ular aytgan qo'rqinchli o'yinlarni yoki Minecraftdagi o'yinlardan chiqaraman. Holat ketdi. 2 minutlik videoga. Uni tog'am topish kerak.
Tog'a cho'ta qattandir kelyapti-da. Tog'ajonim, siz uxlab qoldingiz. Mana uxlashingiz kerak. Xo'p, endi biz o'rtoqlar tez mana bu narsani olish kerak-da. Hozir metrodan o'tish kerak, undan so'ng keyin esa metroni o'tishimiz mumkin birga qolamiz. Metroni chiptasini nima qilishimiz kerak? Mana nima bosamiz. Rahmat. Bilet uchun menga yaramas ochoqat mashinaga kerakmi? Ol. Och. Tezroq och. Och. Eshik. Aha, endi biz hozir menga shotgun olib kelamiz va ochamiz. İçinden narsalarni olamiz va boyagi elektr tokiga uydigan joyni topish edi. Hozir biz 2 yo 3 etajlardan adashmasam topib olishimiz kerak. Menga nazarimda nima lampochkaga o'xshash biror bir narsa topish kerak. Fuse degan. Oradan kelyapti. Bundan oldingi kanallarim band bo'lib ketgan. Shu haqida oz-oz gaplashib oladigan bo'lsak, men avval juda ham ko'p obunachiga erishganman. Lekin YouTube'dan qo'yardim. O'sha payt nima qilishimni bilmasdan akkauntni sotib qo'yganman. Va shu tufayli men yangi akkaunt ochganman. Xuddi o'shanaqaga o'xshagan, lekin 0 dan 777 emas, 77 ni o'zi. Chunki xo'p, save keyin topgandim, shuni olib borib tashlasam yaxshi bo'ladi. Ochib olsam. Chunki o'rtoqlar, bilmadim nimaga YouTube blok qilganda. O'sha payt 12 mingdan ortiq obunachim bor edi. Lekin bambu ketgandan keyin obunachilarim yo'qolib ketdi. Ular va bunda ham Minecraft Minecraftda horror o'ynardim. O'ylayman, endi masalan Minecraftdan ideya kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun o'shaning uchun horrordan o'ynashim yaxshi bo'ladi deyman. Yaxshi, zo'r narsalar. Meni xursand qilyapti bu narsalar. Chunki Manto Slenderman ancha Xo'p, 13 minutlik bo'ldi. 2 minut ichida ulgurolmaydigan bo'ldi. Keyin ikkinchi qismini tayyorlayman sizlarga. 2 minut ichida ulgurolmaydigan bo'lsam, sizlarga ikkinchi qismini chiqarishim mumkin. Ikkinchi qismini chiqaraman. Birinchi qismda ko'proq like yig'ib, kommentar va o'zingiz xohlagan biror bitta bir o'yin, qo'rqinchli o'yin yoki Minecraft ssenariydagi biror bir narsani ko'rsangiz, men shunga qarab qilishga harakat qilaman va o'zimdan ham ideyalar topishga harakat qilaman. Hozirda men ko'chada o'tiribman. Yana qanaqangidir shamollarni g'alati ovoz eshitilsa, nima qilaman? E'tibor bermay qo'yaverasizlar. Bu videoni chiqarish menga yordam bergan insonlar. O'zim. Tog'a, 2 minutdan oshiq uxlayapsizlar lekin. Atak uxlayveringlar degan, просто bexosdan ketib qolmanglar deb o'xshadim nima bo'ldi. Keling tog'a. Xolam ham chaqirmabsiz-da. Xola ham keladi. Temmi oyoqqa olsa nima qilmang yog'or. Bu dahshat tikadigan lekin. Mana bobomizmi, bu kuyimiz, xolamiz juda ham zo'r kiyim tikishni bilar ekan meni. Tog'am
tikib beribdi. Xo'p, o'rtada 15 minut bo'libdi. Hammaga xayr, sizlar bilan 0 bo'ldi. Xayr.